Bir umr halol mehnat etasiz, topgan pulingizni ikki qo'lingiz bilan o'zingiz olib borib firibgarga topshirasiz. Qichqirsangizlar ham bo'ladi. Uy olganda ko'pchilik 90% odam yo'l qo'yib turgan xatolar haqida gaplashamiz. Kelinglar, qanday hujjatlar kerak bo'ladi, qanday tartibda olinadi, sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Bahonada ishi 2 etajli ko'rib turgan saroy sotiladi. Buni ham narxini oxirida aytib o'taman. Kun.uz yangiliklarini davom ettiradi. Kelinglar. Birinchi navbatda do'stlar, sotuvchi ma'lumotlari. Ikkinchisi mulk huquqini tasdiqlovchi hujjatlar. Uchinchisi kadastr hujjatlari. To'rtinchisi reyestr tekshiruvi, huquqiy holati bo'yicha hujjatlarni ko'rasizlar. Kommunal xizmatlari bo'yicha qarzdorliklarni ko'rasizlar. Propiska ro'yxatdan o'tganligi to'g'risida ko'rasizlar. Qurilish qonuniyligini ham tekshirasizlar. Uyning texnik holatini endi uni bilasizlar, giritdan devorlari, boshqasi, fasadlari mustahkamligini tekshirib chiqasizlar. Notariusda bitimni rasmiylashtirish kerak bo'ladi. Endi uyni obzor qilamiz o'rtoqlar. Ko'rib turganlaringizdan shunday ko'rinishda uy podval qismini kelamiz. Bu yer o'rtoqlar 3 etaj desam bo'ladi menimcha. Bu podval qismi. Bu yerda ishlab chiqarish qilasizlarmi? Pechonli sexmi yo tikuvchilikmi? O'zlaringiz hal qilasizlar. Ko'rishingiz mumkin. Xullas qolgani sizdan bog'liq. Bu yerda уже o'rtoqlaringizdan qo'shing. Girib kelaverishlaringiz bilan chap qo'lda sizni kuxnya kutib oladi. Kuxnyadan keyin bu yerda sanuzey. Hammasi komfort, yevro. Bundan keyin bu yerda 2 dona zalat planlashtirgan quruvchilar, qolganini o'zlaringiz hal qilasizlar. Chunki uy ertangi sizniki bo'ladi. Ikkinchi etajga kelamiz. Ikkinchi etajimizda spalni. Yine spalni. Endi bu yana chiqamiz. Endi turadigan boya kela bo'ladi. Mashinaning atmosferani beradan berina. Qichqirsangizlar ham bo'ladi. Zo'r. Balkon. Bu yerda детский komnata. Tak, ikkinchi etajni уже bu yerni endi o'zlaringiz bilasizlar, spalni atasizlar. Boshqami? Tak, bu yer. Bu xona bor ekan ko'chada. Do'stlar, uyni narxi $87,000. Videoni saqlab qo'yinglar, yaqinlarga yuboringlar. Ertangi sizlar uchun manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Kun.uz yangiliklarini davom qildiramiz.